Hushtak chalindi, ruxsat berildi. Chiziqqa turib oldi Abduvohid. Nurafkon chap oyoqda zarba beryapti. Topganda yo'nalishni topdi. Men qaytardi deb o'yladim. Uradi mana shu zarbani, golga aylantiradi Eldor. To'pga yaqinlashyapti. Zarbani amalga oshirdi, aldadi. aniqlik bilan Aldadi. Qarang, ustun yonginasidan o'tib ketdi. Juda ham aniqlik bilan tepganda bu yerda. Dorbani va Abduvohid Markazga debdi bu safar. Eronlik o'yinchi Muhammad Gorbani chalg'itishga urinyapti. Hozir Muhaybib qaytardi. Abduvohid Ne'matov. Bilmadim seriya qanday tugaydi-yu, lekin Abduvohid kamida bitta sevni namoyish etadi degan fikr bor edi. Ha, ishonch bor edi menda ham. Gol kerak. O'zi ham yaxshi biladi gol kerakligini. Bu safar ham aldadi darvozabon. Tenglashdi hamma holat. Shu yerda ham yutib olish muhim. Demak, zarba yo'llandi. Bu safar chalg'ita oldi eronlik futbolchi zarba berishda. Milad Muhammadiy, Abduvohid Ne'matov. Milad zarbani amalga oshiradi. Ne'matov qaytardi. Qaytarish tuguri mahkam ushlab oldi. Ne'matov men tepaman deyaptimi? Kimga bermoqchi? Aslida bermoqchi bo'lmadi menimcha. Abduvohid juda ham qarang. Birinchi harakatni amalga oshirib, keyin reaksiya namoyish etdi bu yerda Abduvohid Ne'matov mana. Va endi Hakim Almazgavoy hal qiladigan palla, so'nggi zarba bo'lishi mumkin. Urinishni amalga oshiryapti. Zarba gol! Bo'ldi. G'alaba. Yutdik. Eron terma jamoasini yana mag'lub etyapmiz. Ketma-ket ikkinchi bahsda penaltilar seriyasida, lekin biz bu o'yinning anchagina qismida 10 kishi bo'lib o'ynadik, seriyaga yetib keldik va mana bu g'alabani qo'lga kirityapmiz. Ha, qadrli do'stlar, Eron 11 kishi bo'lib o'ynadi o'yinning boshidan oxiriga qadar, lekin darvozamizni ishg'ol eta olgani yo'q. Bu juda ham muhim narsa, juda ham muhim faktor. Chunki Eron darajasidagi jamoalar odatda bunaqa holatlarni qo'ldan chiqarib yuborishmaydi. Biz esa bugun imkoniyat bermadik. Bitta o'sha kamchilik bo'lib o'ynayotgan paytimizda bitta zarba bera olishdi. Xolos, o'sha zarbani ham Abduvohid Ne'matov bartaraf etishga muvaffaq bo'ldi. Alayn International Cup biz g'alaba qozondik, qadrli do'stlar.